Assalomu alaykum, Beshni kanali muxlislari. Yakuniy ishimiz tepalarni chirnovoy qo'yib qo'ydik. Ertaga belovoyni bersin. Shu bilan bitta hisobi. Endi turbasini orqadan oldik. Bitta 7 kiloli o'chog'imiz. Sizga ko'rib baho berasizlar. Orqasini turbasini ozgina ishlov berib, karkasiga turib usilit qilib svarkalab, keyin o'shani terib oldik. Mana ugoniylarda joylashgan fatmayak suvoqlari bo'ldi. Tayyor. Ertaga turbalarni kiygizib, tepaga chiqarib olsak bo'ldi. Bizani kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Iloji bo'lsa tepada Telegram kanallarimizga obuna bo'lib bo'lsanglar, Telegram kanali orqali eshikalarimizga yozsangiz, narx-navolarni o'sha aytib o'tamiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishganda.